26-aprel kunduzi Eronning Benderabad shahridagi Shahet Rajai portida portlash sodir bo'ldi. Portlash kuchli bo'lganligidan joyidan bir necha kilometr uzoqlikdagi uylar derazalari oynalari sinib ketgan. Eron janubi Fors ko'rfazi sohilida joylashgan portdagi portlashning dastlabki ehtimoliy sababi yengil yonuvchan materiallar ehtiyotsiz saqlanishi bo'lishi mumkin. Bu haqda Eron davlat televideniyasi xabar bermoqda. Portlash yoqilg'i saqlangan bir necha konteynerlarning yonishidan boshlangan bo'lishi mumkin. So'nggi xabarlarga ko'ra 25 odam halok bo'lgan, mingdan ortiq odam talafot ko'rgan. Portda haligacha yong'in bartaraf etilmagan, qurbonlar soni ortishi mumkin. Eron hukumati voqeaning sabab versiyalari bo'yicha hali ma'lumot bermadi. Dengiz tashuvlari risklarini baholovchi Ambrey xususiy shirkati bildirgan taxminlarga ko'ra, raketa yoqilg'isini tayyorlashda ishlatiluvchi moddalar saqlangan konteynerlar portlagan bo'lishi mumkin. Benderabaddagi portlash Omonda o'tayotgan AQSh va Eronning muzokaralari o'tishi kuni sodir bo'ldi. Muzokaralarda Eronning yadro programmasi muhokama qilinishi kerak edi. Netanyahu boshchiligidagi hukumat ko'p marta bu muzokaralar xatolik ekanligini, Eron bilan muzokaralar faqatgina unga harbiy zarba berilgandan so'ng boshlanishi kerak ekanligini bildirib kelgan.